Assalomu alaykum, Xunaman TV a'zolari va Usta Tohir YouTube kanali a'zolari, azizlar, nasib bo'lsa yana bir obyektga keldi, juda ham katta. Hozir nasib bo'lsa o'sha narx-navolari, ustalar qancha ishlayapti 2025-yil hammasini aytamiz. 23-aprel 2025-yil bugungi sanamiz. Hozir o'sha xonalar razmeri, narxlar haqida bir qator aytsak. Razmerlari, narxlar qanchada o'zi? Buni Qanchadan bo'lgan? Endi 5 metr. 5 ga Uzunligi 7 metr. 7 5 mi? 3 metr. Ha, 3 metr balandlik. Addelga aboy bilan 40 ming bo'lyapti. Ha, aboyni o'sha tay X-ray shpakilovka aboy bilan 40 mingdan qilib berishgan. Patologchi shu fason. Patolog o'zi 40 ming so'm, aboyi 20 ming so'mda. Ha. Aboy ofshor 50 ming. Ha, 50-60 ming atrofida bo'ladi. Hozir 20 ming aboyini qilib berishga, shpakilovkasi bilan patolog 40 mingdan shu fasonni qilib berishgan ekan. Tiyagasi ichi ham yo alohida? Tiyagasi ichi 60 mingdan 1 metr kvadrat bo'lgan ekan. Bu Qashqadaryo viloyat Kasb tumanida shunaqa narx azizlar. Hozir devor 40 ming, patolog 60 mingdan qilib berishgan ekan mana shu 7 ga 5. Hozir narx xonalarni ham ko'rsatib o'taman. Nasib bo'lsa kuzatib boringlar. Hozir plintuslar qoldi faqat. Plintuslar qoldi. Mana ishlar tugagan. Buni ham sizlar qildingizlar? Qanchadir metrajga ham qanday yopishtiriladi? Kvadratmi yo общий договор? Ha, yopishtirib berish, ha? Kvadratini 50 mingda yopishtirib berishgan ekan. Mana bu samakili ekanmi yo bu MDF'li? Bu MDF'li variant, ha? Bu MDF'li variant ekan. Bu ham o'sha taroqlar, dekorativ taroqlar. Kvadrati 50 ming so'mda yopishtirib berishgan. O'sha TV zona mana. Sizlar qo'yiladigan joy. Hozir narx xonalarni batafsil ko'rsatib o'tamiz. Mana baho berasizlar. 40 mingdan devor va 60 mingdan patolog bo'lgan metr kvadrat. Azizlar, polda ham aytib o'tib ketaylik, 20 mingdan lakini qilib berishgan va ustalarimiz 35 ming 40 ming atrofida mana shu kichkina rekali to'rlik, men adashmasam, turli rekadan o'sha pol qoqib berib ketishgan 35-40 ming atrofida 1 metr kvadrati usta haqqiga bo'ladi. Azizlar, keyingi xonamizga o'tamiz. 6 ta xona bitgan ekan. Narx-navolarni o'sha aytib o'tdik. Devor hammasi 40 ming, ha? Devor hammasi 40 ming so'mda, 50 mingda mana bu samakilikilar yopishtirilgan, o'sha MDF'li variant. Keyin taroqlar 1 metr kvadrati. Devorlarimiz 2 kilo shpakilovka aboy bilan 40 ming so'mdan qilib berishgan ustalar. Patologchi, patolog o'shana. Patolog ham 60 ming so'mdan o'sha aboyni yopishtirib berib, mana bu figurali gipsokartonni qilib berishgan. Mana baho berasizlar. Narxlar juda ham zo'r, haqiqatda. 2025-yil Qashqadaryo viloyat Kasb tumanida mana shunaqa narx bo'lyapti. Endi hamma tumanga har xil ishlashadi ustalarimiz. Mana baho berasizlar ishlari. Hozir 5 dan 6 ta xona ekan bitgan, o'sha jarayonlarni ko'rsatib boramiz. Bu razmer nechi? Bu ham 7 ga 5 mi? Bu ham 7 ga 5, o'sha narx-navolarni aytdik, poldi 20 ming so'mda 2 kilo laki bo'lagan 35 ming 40 ming atrofida 1 metr kvadratini polni qoqib berishgan. Turli rekadan. Mayda. Bu 8 ga 5 ekan. Bu narx ham o'shanda, devorlar aboy 40 mingdan bo'lgan. Patologi ham o'sha 60 mingdan o'sha aboy yopishtirib berib, gipsokartonni qilib berishgan ekan usta haq. Laminatini 20 mingdan. Ha, laminati 20 ming so'mdan metr kvadrat usta haq bo'lgan ekan. Atechenta variant ekan, ko'pi. Aboylar hammasi shunaqami deymiz, ha? Gulli, uzorli emas ekan. Ha, bu yoqlar lak bo'lgan ekan. Keyingi xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Ha, bu ana deraza tomon boshqa fason qilishgan ekan. Bu 3 ta devor boshqa. Bu 3 ta devor boshqa ekan. Bu ham o'sha hammasi bir xil narx, 40 mingdan qilingan. Tepa patologlarimiz 60 ming so'm. Ustalar ishlarga baho berasizlar. 5 dan 6 ta xona adashmasam to'liq bo'lgan. Kvadrati necha kvadrat bo'lgan общий ana bu aboy? Aboy 400 kvadrat aboy yopishtirilgan. Haqlar juda ham yaxshi. Ishlarga baho berasizlar. Gullar ham chotka o'tgan burchaklar mana.
Biz keyingi xonalarni ko'rsatamiz. Bu spalni adashmasam. Spam. Bu spalnik. İçeride spam. Ha, bu içi yarım, içi yarım. Bu 3,5 ekan. Bu detskiy xona adashmasam. Buni ham shu deraza tomon boshqa tanlangan va uchta devorimiz boshqa ob'y tanlangan ekan. Ochiq nejni ob'ylar tanlangan hammasi. Mana patologlarimiz, baho berasizlar. Bu patkraska ob'y yopishgan-a bular hammasi. Patkraska ob'y yopishgan ekan. Hozir keyingi xonalarni ko'rsataman. Mana keyingi xona ham spalni ekan. Bu necha edi metraji buni? Bunga 3,5 5 metr. 3,5 5 ha. Bu ham bir tomon deraza tomon boshqa tanlangan, uchtasi addatonni bu. Shu atachinta variantga o'xshagan gulli nejna bo'ylan ochiqqina ko'zni og'ritmay, charchatmaydi. Baho berasizlar, fikrlarni yozib berasizlar bemalol. Ikkita kanalga chiqadi. Nasib bo'lsa videolarimiz obuna bo'lib qo'yinglar. Ana ular plintislar endi bilamizlar. Keyin buni. Ha, plintislar keyin bo'laydi. Mana koridor. Bu hozir mana bu eshiklar mana bu yonbosh qo'ygan sabab davor bo'lar ekan, o'zini obnachkalari. Shuning uchun shu joy qo'yib ketilgan mana. To'liq bitgan variant mana shu. Obnachka o'sha davorlar qo'ygandan keyin nasib bo'lsa chiroyli bo'ladi. Mana azizlar keyingi xonamiz. Bu necha metr uzunligi? Buni metri 8 metr bu. 8 ga Eniga 4,5. Eniga 5 mi? 5 ga 8 li ekan bu ham. Mehmonxona mana. Bu televizorni, televizor qo'yiladigan tomonimiz. Bu ham hammasi bir xil narx-a deyarli. 40 mingdan devorni yopishtirib berishgan shkaturka ustida 2 shpakilovka va mana taroqlarimiz, samakilikalarni 50 mingdan 1 metr kvadratga ustavka bu. Patologlarimiz o'sha 60 mingdan narx hisoblangan. O'sha fasonni qilib, o'sha tanlashgan uy egalari o'shani yopishtirib berishgan. Ya'ni ob'y ham ish bo'lgan ekan, patkraska ob'y bo'lgan, hammasi patologlar. Mana ishlar tugagan, baho berasizlar. Qashqadaryo viloyat Kasbi tumanida ushbu zakaz 6 ta xonali mana nasib bo'lsa, niyat qilganlar bitta like bosib qo'yamiz. Musofirdan turib ham zakaz bersangizlar bo'ladi. Mana shunday ob'y, patolog, mana shunday dekorativniy ishlarni ham qilib berishamiz. Bemalol aloqa chiqib ko'rasizlar. Mana ob'ylarga ham e'tibor berasizlar. Supermosh hammasi Tomash mehmonxonaga gulli tanlangan ekan. Qolgani atachinta variant. Shu mayda uzorli qilingan, ko'z charchatmaydigan ob'ylar tanlangan ekan. Instagramga o'tib qo'yinglar, Xunomat TV yozsangizlar chiqadi. Har kunlik svejiy yangi videolarni chiqarib boramiz. Mana baho berasizlar. Azizlar, kanalımizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Azizlar, Usta Tohir YouTube kanaliga va Xunomat TV YouTube kanaliga videomiz chiqadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatib boringlar.